Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir sizlar bilan 1688 ilovasiga Express Cargo'ni Xitoydagi ombor manzilini qanday qilib to'g'ri kiritishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun Express Cargo'ni ofitsialniy saytiga kirib olishimiz kerak bo'ladi. expresscargo.uz saytiga telefon raqamimizni kiritib, telefon raqamimizga kelgan kodni kiritsak, ushbu oyna ochiladi. Demak, bu yerdan ombor manzili ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin ikki xil tarif bor. O'zimizga kerak bo'lgan tarifni tanlab olib, nusxalash knopkasi ustiga bosamiz. Men ikkinchi tarifni tanladim, avto tarifini va nusxalash knopkasi ustiga bosaman. Ko'rganingizdek, manzil nusxalandi. Endi 1688 ilovasiga kirib, manzilni kiritaman. Buning uchun lichniy knopkasi ustiga bosaman va yuqorida turgan настройка qismiga kirishim kerak bo'ladi. Bu yerdan adres доставка knopkasi ustiga bosaman. Новый адрес получения knopkasi ustiga bosib, yangi manzilni kiritishim mumkin bo'ladi. Bu yerga manzilni joylashim kerak. Manzilni joylaganimdan so'ng mana bu knopkani bosaman. Pastni o'z avtomatim to'ldirib beradi, ko'rishingiz mumkin. Faqat mana bu yerdagi so'z to'liq kiritilmagan, bu yerda kerakmas so'zlar mavjud. Bularni o'chirib tashlashim kerak. Birinchi pastdagi so'zlarni o'chiraman. Aynan bu yerda mana shu so'zlar bo'lishi kerak bo'ladi. Bu yerda men o'z ID raqamimni kiritishim kerak. ID raqamni mana bu yerdan olishimiz mumkin mana. SA 120 754. Manzil to'g'ri kiritilindi. Endi yakuniy qiladigan ishim mana bu knopkani yoqib qo'yaman va saqlanib bosaman. Ko'rib turganingizdek, 1688 ilovasiga Express Cargo'ni avto tarifi bo'yicha Xitoy manzili kiritilindi. Bemalol endi 1688 ilovasidan o'z zakazlarimni berishim mumkin.